Asrlar davomida millatimiz buyuk siymolar, olimlar, mutafakkirlar, yozuvchi va bunyodkorlarni yetishtirib chiqargan. Aynan bilim jamiyatni oldinga boshlab, taraqqiyot va farovonlikni ta'minlagan. Bilim bu yo'qolmaydigan boylikdir. Ilmlar shahri, kelajak quriladigan joy. Biz yoshlarni faqat o'qish kerak deb chaqirmaymiz. Bizning maqsad boshqacha. Ular chet elda yoki o'z yurtida qora ishchi bo'lib emas, balki asoschi, mutaxassis va yetakchi bo'lib yashashsin. Biz ishonamiz. Ilm farovon va qiziqarli hayotning boshlanishi. Sayohatlar, imkoniyatlar, yaxshi daromad, hurmat. Bularning barchasi bilim bilan keladi. Ilmlar shahri. Bu darslar to'plami emas. Bu yerda biz yoshlarni yo'nalishni topishga, kasb egallashga, katta orzularni reja qilishga yo'naltiramiz. Chunki bilim bor joyda imkoniyat ham bor. O'tmishdagi buyuk ajdodlarimiz ilm bilan tarix yaratgan bo'lsa, bugungi yoshlar ilm bilan kelajakni yaratadi. Ilmlar shahri o'qish emas, hayotni yangi darajadan boshlash imkoniyati.